Bu retseptni hammadan bekitganman. Qaymoqqa dimlangan golubtsi. Bir marta tayyorlab yeb ko'rasiz va boshqa retseptlarni esdan chiqarib olasiz. Karomlarni to'rtburchak qilib kesib olib, uni qaynatib pishirib olamiz. Endi gal qiymaga keldi. Qiymaga solgan mahsulotlarim hammasini video tagidan topishingiz mumkin. Golubtsi va do'lmalar qiymasi quruq bo'lib qolmasligi uchun alohida qo'y yog'ini мясоровка qilib solinishi kerak. Qo'y yog'ini yoqtirmasangiz, zaytun yog'i ham bo'laveradi. Qiymalarimiz tayyor. Karomlarni to'rtburchak qilib pishirib oldik. Karomni tokka o'xshab ikki chetini yopish shart emas. Shunda golubtsi juda ham chiroyli va yupqa bo'lib chiqadi. Golubtsilarni o'rab bo'ldik. Bitta piyozni bir piyola yog'da qovurib olamiz va ustidan 400 gram qaymoq quyib, golubtsilarni terib chiqamiz va 40 daqiqaga juda past olovga dimlab qo'yamiz. Golubtsi qaymoqli suvni shimadi. Solgan qaymog'imiz saryog'ga aylanadi. Tagida suv qolmaganda tayyor bo'ladi. Ta'mi juda ham ajoyib bo'ladi. Bu ovqat nozik didli mehmonlar uchun maxsus. Menga hali ham obuna bo'lmabsiz.